O'zi qaynab chiqyapti. Bu sanatoriya yangi xayrli havotor sanatoriyasi. Juda ham yaxshi, suvlari ichidan suv yer tagida o'zi qaynab chiqyapti. Katta quduqdan issiq. Vannalar juda zo'r. Ayniqsa ichimlikka va mashg'ulotlar ichak hamma anovlarga juda ham chiqmoqchi ekan. Oyoq og'riq, bel og'riq hamma. Asab tizimiga ham shunaqa ta'sir etar ekan-ku juda asablarga. Masalan, biz marhalalar ko'pincha mana shu asablardan olib qolamiz. Chunki asab tizimiga Allohga shukr bo'lsin, bir hafta davolandik, mana shu juda yaxshi ta'sir qiladi. Elektr pecheriyalar, vannalar, saunalar issiq sauna qurib, bochkalar bor, bochka, finskiy bochka. Bochkaga kelib bochkada davolanamiz, par bilan davolaydi bochkadan. Suvoy finskiy saunasi issiq par bilan davolaydi. Ham par, ham bochka, ham vanna, juda ham yaxshi. Boshqalarga ham maslahat berasizmi aka? Boshqalarga ham maslahat berasizmi? Kelingizlar mana shu davolanuvlar aytsa va asab bel og'riq falan. Juda ham davolanish yaxshi bo'ladi.